Mazali baqlajonli ikra tayyorlaymiz. Kerakli masalliqlarni videoni tagida yana qoldiraman. Pomidorni мясорубкаdan chiqarib olamiz. Baqlajonni to'rtburchak qilib mayda qilib to'g'rab olamiz. Ikki xil bolgarskini ham xuddi shu ko'rinishda to'g'rab olamiz. Sabzini mayda cho'rkadan chiqarib oldim. Qozonimizga 2 cho'mich yog' solib, qizdirib, piyoz solib, tillarang tusga kirguncha qovuramiz. Ustidan cho'rkadan chiqqan sabzini solib, yana qovurishda davom etamiz. Mana sabzimiz yumshagandan keyin ustidan bolgarskini solib, yana qovuramiz. Ahamiyat beringlar, nimadan keyin nima solayotganimga. Bolgarskini ham solib, yaxshilab qovurib oldim. Bolgarskilar yumshagandan keyin ustidan мясорубкаdan chiqargan pomidorimni soldim. Bitta aralashtirib olamiz. Mana pomidor bitta bilqillab qaynab chiqqandan keyin ustidan baqlajonni solamiz. Baqlajonni yaxshilab qovurganimizdan keyin o'rta olovda ustini yopib qo'yib, ozgina dimlaymiz, keyin ustini ochib qo'yamiz. Suvi tortilguncha qaynatamiz yaxshilab. Suvlari tortilgandan keyin ukrop, kashnich, chesnok, tuzlarni solib, yana bitta aralashtirib 20 minut dimlab qo'yamiz. O'zi ko'rsanglar bo'ladi, ekrani qizil rangi o'zgarib, jigarliroq tusga kirib, juda ham chiroyli rang bo'ladi. O'shanda уже tayyor bo'lgan bo'ladi. Mana ekramiz tayyor. Video yoqqan bo'lsa, albatta saqlanib qilib do'stlaringizga yuboringlar. Bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ringlar. Juda ham mazali chiqadi.